Kasaba uyushmalari Federatsiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan Urganch shahrida mehnat muhofazasining yangi bosqichi ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzusida davra suhbati tashkil qilindi. Unda hamkor tashkilotlar vakillari, ish beruvchilar, tarmoq kasaba uyushma tashkilotlari yetakchilari, mehnat inspektorlari ishtirok qildilar. Davra suhbati avvalida mehnat muhofazasiga oid ko'rgazmalar namoyish etildi. Unda robototexnika hamda sun'iy intellektning ish samaradorligini oshirishdagi roli haqida atroflicha tushuntirishlar berildi. Bugun biz Data xalqaro maktab o'quvchilari tomonidan yaratilgan robotlarni taqdim qildik. Bugungi taqdimotda biz 6 dona robotni ekanlik va har qaysi o'zini yo'nalishida musobaqada qatnashadilar. Va o'quvchilarimiz shu datchik sensorlarni uylab va ularga dastur yasab boshqarishni o'rganib turibdilar va shu robotlar bilan musobaqada qatnashib, yuqori o'rinlarni olib yuribdilar. Har bir robot o'zining vazifasini bajaradi. Biroz bir robotlarimizni sensorlari rangni aniqlaydi va rang bo'yicha harakat qiladi. Va shu harakatini to'g'ri bajargani bilan baho qo'yiladi va yuqori natija olgan o'quvchimiz g'olib bo'ladi. So'zga chiqqanlar mehnat muhofazasi sohasida kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan ishlar, sun'iy intellekt va raqamlashtirish orqali ish joyida xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va bartaraf etish imkoniyatlari haqida fikr-mulohaza yuritdilar. Yig'ilganlarga mehnatga oid qonunchilik talablari, xususan xodimlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash tartib-qoidalari tushuntirildi. Shuningdek, mehnat munosabatlarida yuzaga kelayotgan sun'iy intellekt va raqamlashtirishning afzalliklari to'g'risida ma'ruzalar tinglandi. Shu bilan birga xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog'liq holda jarohatlanish, kasb kasalliklariga chalinish yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to'lash qoidalari haqida ma'lumotlar berildi. Hammamizga ma'lumki, yangi tahrirdagi mehnat kodeksi amalga kiritilish munosabati bilan butun bir bob mehnat muhofazasi qilishga bag'ishlandi. Ilgari eski tahrirdagi mehnat kodeksi bilan solishtirganda bu imtiyozlar faqat qonun osti hujjatlar bilan tartibga solingan edi. Bugungi kunda xodimlar mehnatining ijtimoiy iqtisodiy huquqiy jihatdan tartibga solinishi hamda ularning mehnatini muhofaza qilinishi yangi tahrirdagi mehnat kodeksida yanada mustahkamlab qo'yildi. Bugungi seminardan unumli foydalangan holda nafaqat xodimlar bilan fikr almashish, ularning mehnatini muhofaza qilish hamda bu yuzasidan ish beruvchining majburiyatlarini eslatish yoki ularga beriladigan tavsiyalardan tashqari ko'rgazmali chiqishlar ham tashkil qilindi. Mazkur ko'rgazmali chiqishlar asnosida amaliyotni amaldagi qonunchilik bilan bog'lagan holda tegishli tavsiya va tushuntirishlar berib o'tildi. Tadbir so'ngida mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan respublika ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari munosib taqdirlandi.